7 birinchi bo'lsa. Ikkinchi qism Lee Jun Ki birinchi bo'lsami? Hozir ish vaqting tugaydi, to'g'rimi? Seni ko'chada kutib turaman. Nima? Meni? Opa, uni taniysizmi? Bu aktyor Lee Jun Kimi? Hozirgina men bilan gaplashdimi? Hech qanaqa aktyor emas u. U yurtimizdagi eng boy oiladan va barcha qizlar orzu qiluvchi yigit. Ustimdan kulishni bas qiling. U Latte kompaniyasida ishlagan. Mashhur aktyor Lee Jun Ki. U hech qanday aktyor va model emas, opa. G'alatimi bu? Nima bo'lyapti? O'zingni g'alati tutaverma. Bo'lishi mumkin emas. Qo'limni qo'yib yubor. Nima bo'ldi? Sujin. Voy xudoyim, rostdan ham meni kutib turdingizmi? Ketdik. Nimalar qilyapsiz? Hoy, to'xtang. Nima? Mashinaga o'tirishimni xohlayapsizmi? Agar men bilan ovqatlansang, seni boshqa bugun bezovta qilmayman. Nega menga bu taklifni beryapsiz? Menimcha kim bilandir adashtirib yubordingiz shekilli. Men Sujin. Nima? Men jiddiy gapiryapman. Men ham hazillashayotganim yo'q lekin. Mayli. Shunchaki aytganimni qil. Ketdik. Xush kelibsan. 수진아, 뭐해? 어서 와. Ketdik. Xo'sh, qadah ko'taramiz. Ha, aytgancha. Yoqimli ishtaha. Ha.
이렇게 단둘이만 앉아 Bu 있어. yerda yolg'izmiz. Shuning uchun biroz xijolat bo'lyapman. Lekin menchalik emas. 대체 이게 꿈이? Nima bu tushmi? Nima? Bu axir men-ku. 난데 Lekin qanday? Ha, qara. 기억해? Biz birga bir guruhda bo'lgandik, esingdami? Bir ham chiroylisan, Kuch. to'g'rimi? Biz birga bir guruhda bo'lganmiz? 그럼 Nima biz o'sha yerda tanishganmizmi? 아니 내 과거 Nega o'tmishim ham o'zgarib ketdi? 야. 저거 진짜 난 Buni qara, rostdan ham men 다 bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Seni aylanib yurgan payting doim rasmga olib yurardim. 아, Ruxsat so'ramaganim uchun To'g'ri, meni kechir. 그러니까 우리가 Demak, 쭉 o'sha 알고 paytda 지내던 biz bir-birimizni taniganmizmi? 예. Ha. Anchadan beri ko'rmagan yigitingni bir shaharda yashasang-da, darrov tanib olish qiyin. 근데 Lekin 난 men 여전히 umuman o'zgarganim yo'q. 예전에 네가 알던 오빠 그대로야. Biroz kutib tur. Tug'ilgan kuning bilan. O'z tug'ilgan kuningni 나와 함께 해줘서 menga bag'ishlaganing uchun 고마워. rahmat. 그리고 Va 생일 축하해. tug'ilgan kuning bilan. 내 생일 Meni tug'ilgan kunim esingdamidi? 당연하지. Albatta. To'g'risini aytsam, anchadan beri o'z his-tuyg'ularini senga aytib berishni anchadan beri orzu qilgan edim. His-tuyg'u birinchi muhabbat doim omadsiz bo'ladi deyshadi. Shuning uchun juda ham qo'rqqandim va hammasini boricha qoldirishga qaror qilgandim. 망설였는데 오늘 Lekin bugun senga iqror bo'laman. 꼬맹이 때 yoshlik chog'im va hozirgi paytgacha meni yuragimda faqat sen bor eding. Min Sujin. Voy. Nima bo'lyapti? 지금 Meni birinchi bo'lsammi bu? Lee Jung-gi. 네. Opa, 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. Ovoz berdingmi? Nima?
Uxlayapsanmi? Ishlasang bo'lmaydimi? Uydamassan-ku. Eng yaxshi ishchiga ovoz berishingiz kerak. Hay, xo'jayin kelyapti. Voy xudoyim, Pak Hejin. 지금 뭐 Nimalar qilyapsiz? Pak Hejin. 7ta, birinchi bo'lsa. 배우 박혜진 씨가 Sizlar bilan aydab guruhi bo'ldi. Endi imkon boricha tezroq dramalarga ovoz berishga harakat qilamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Uchrashguncha xayr. 꿈이야? 내가 그냥 미친 건가? 남자친구 없다고 했죠. 내가 매일 집까지 데려다 줄까 하는데 우리 사귀읍시다.